İtot 5 milyonluk yıl. Sahnimizde Abdülkerim Abluz, Tümür Havruzi, Rukiye Obulqasım. Hey, qanisiz? Chapsam bu yoq chiqma. Bulunga, bulunga. Hey, chapsam bulung deyma. Voy chaqqan menga. Voy chaqqan bulunga chapsam bulunga. Ha, mana. Ha, nim bo'ldi. Qaram, bu nima? Qog'oz. Hey, obdara qarab yiqma qanday qog'oz ekan? Shu poch qog'oz ekan bu shu? Ma qog'ozning ustidagi qarchiklarni ko'rgansiz? Ha. Ana deb yiqma qanday qog'oz ekan? Qarchi kitibamki? Ha. Unda chivin chishib qo'ygan qog'oz. To'la bilyas selamamga. Bu deganchi qarang 5 million chiqadigan lotereya bileti. 5 million chiqadigan? Ha. Sal turib mukofotga erishganlarni e'lon qiladi. Ha. Bizga 5 million chiqib qolsa, taqdirimiz butunlay o'zgarib ketadi. Ya Allah, 5 million chiqib qolsa, qanday buni bir taraf qilishim o'ylash bo'psan-da sen, ha? Yey, 5 million puli bor odam qanday xarjlashni bilmasam bo'lmas. Ha, digina qanday xarjlashni o'ylashyapsan, bir digina ben anglab baqay. Ha. Oldi bilan qarang. 1 millionga yig'on dachidan birini setib olib, g'aribcha jo'ngshu qilamiz. Nima shu? Jo'ngshu. Ha, jo'ngshu. Uyni bezaymiz, tamga qog'oz chaplab. Tamam qog'oz chaplab? Ha. Sen bir bekadimga pulni qog'oz ilib chaplag'chi pulning o'zini chaplasan olmamda. Hey, uyni g'aribcha bezaymiz deyapman. Tamga pulni chaplasa g'aribcha puroq chiqmaydi. G'arib puroq chiqarman desang, unda dollar chaplab toza chiqadi. Yo'q, gapni qilmang. Men uyni g'aribcha jo'ngshu qilamiz deyapman. Tamga pulni chaplasak-chu, g'aribcha puroq chiqmaydi. Ya Allah, bu og'zingdan g'aribcha degan gap tushmaydi o, ha? Bu o'zimiz bu uyni o'zimizning urf-odatga moslashtirib uyg'urcha bezsak olmamda. Viyey. Hey, yaman mato, yaman xurafiy jumosiz. Hey, bu hozir uyni uyg'urcha bezash modadan qoldi. Uni hech kim qiziqmaydi hozir. Nima? Hech kim qiziqmaydi demsa? Ha. Ey, bizning almisaqdan tortib uyg'ur binokorligimiz dunyoga mashhur bo'lib kelgan. Uning ustiga qishdan silingan vasjup uylarimiz, naqashlik imoratlarimiz, o'yiq mayrab taksilarimiz qaysi bir chatning jongshusidan qilishidi, ha? Bu hamma odam uyni g'aribcha bezavasa, kim bizniki g'arib bilan nima farqimiz qoladi? Shuning bizni chet eldan kelgan har xil sayohatchilar bizning shu naqashlik uylarimizni ko'rib hayron bo'lib qaytib ketyapmanda. Hayronlikda? Ha? Hayron qolgan bo'lsa-chu, emis ular sahroliq chet elliklar o'xshaydi. Hey. Bu sahroliq chet ellik o'xshaydi desan-ku, ha? Sening og'zingda shu shaharlik sahroliq degan boshqa tushmamda. Hamma odam osmondan tok kuni shaharga chiqib qolgan emas. Men o'xshamayman. Men-chi qarang, shu shaharning kimligida tug'ilgan. Ha, sen shaharning kimligida tug'ilgan. Boshqa odam sahroninki og'zida, burunda qulqib tug'ilgan. Nima gapni qilib hozirmi? Qalamdagi jo'ngshuni buzyaptingiz mana. Ha, baxma gap qilmayman. Buzilib ketibsiz jo'ngshurang, ha? Ha. Tamga? Ha. Amerikaning qog'ozidan. Yaponiyaning yilimidan. Ha. Turkiyaning yilimidan. Pokistonning chilimidan. Hey, chilimni nima qilsiz? Ya qanday sen uyni g'arib yasagandan men arab tamoq yeb g'arib tukurib yashamasam bo'lmas? Yo'q, gapni qilmang. Gapni qilgansiz. Qarang. Uyni bezashga 500 ming qo'y ketsa. Ha, 1,5 million tutib oldim. Aldirmay. Ben kichik ko'p ketdim. Men xajlab to'plabdi. Asan topgan xajla, ha. 1,5 million, ha. Yana nima olsam bo'lar? Ha, rost. Ha. O'zim o'ltirdiganimga, eliq uzun 9 metrlik eliqi, uzun mashinadan birini olay to'y ko'chirdigancha eliqi. Uningda muzini otib poyezdlar birini olmay. Chaqchaq qilmang. Men to'y qilgan vaqtimdami, siz meni eliqi eski ladada ko'chirgandingiz. Voy, sen shu vaqt koni forjada ekdin. Eliqi mashinadan birini olsam, u mashina 1 millionga kelar. Ha, kep qala. Sen pulsini olgandan kilo da aqchon. Bak, o'zing olding, menga apamamsan mashina. Asli siz er kishi bo'lgandan keyin, velosipedni minsingizmi bo'ladi. Ha, bo'pti endi. Sizga bu do'st dushmanlaringizning oldirib bo'yningiz qisilib qolmasin, qarang. Sizga eliqi 30 ming qo'ydik, 6dan bir nafraga. Yo, rahmat.
Rahmat. Shunchalik inson voqea rahmat. 30 ming ko'ylak o'tdi o'ttasam tizim inkimga taqishib qolarmi men? Kızınız inkılınız takışıp kalsa karan, aldırık orunduk öydüp, keyindik orunduk öydüp öydesiz. Hep buraya gel koşulun he. Hay rahmat. Pul senin olgandı ki sen nemi desen şu ben ma'qul deyman. Boldu. Sizden gep dalaşmayı içiyorum ben. Yani nima alsam bula? Obda o'yla. Obdan oylap bakay. Ezib kelsang ham tug'unim maydoni. Her az. Ha. 500 ming koyga, Ha. üzemni meyrin kıldıray. Shundoq qil. Yana pulning bağ vaqtida Ha. 500 ming koyliq girim buyumlar elib olay. Hey, bo'pti bu girim bo'yimlarni al o'zingni merin qilib nima qilasiz? Hey, bir kishi olgandiki manda bir cho'ng sifat, bir o'ltiringa o'rindiq berib menga hey. Xotin kishining ishiga aralashmaysiz. Ma'qul. Aralashma ya. Ha. Ish qilib baqa qarang. Ma chiroyimni munda qilib tatbizma qilasiz. Yaxshi. Ma qapqimni kestirib, Aha. qo'sh qapoq chiqirma. Yo'q, osh qilgan chiran tatqizim tishi balg'il tatqizsam obdan tatibdi. Bu qo'sh qapoq chiqirma deb nima kelib sana sen bu yoqqa badam qapoq qo'ymasang. Endi chirayni qishig'ini birsini egiz, birsini past kesib qo'ysalar kirib kirgandir. Shuni singayan qaraydigan yakpa yo'lab jursam mana. Bo'ldi qilaman. Pul o'zimning olgandan qanday hajsam shunday hajlayman. Ishingizni qilamaysiz. Ha, ma'qul, ishimni qilay. Ha, rost. Ha. Chichimni qanday yasatsam bular? Qanday yasdingiz? Koreya bo'lsin-da zo'zilang, Amerika bo'lsin-da mo'slang, chachoqyani lo'slang. Qilib baqa qarang. Bu chashdim men bek zerikib ketdim. Ha. Voy, bek zerikdim bu chashdim. Hey. Chichimni yasdib toza. Ha. Tırnaqlarımga her yansı güllerini sızdırıp, günde bir xil güllerini sızlasam, bak. Dost düşmanlarımdan kezirin mi şu? Ot çıkır etim etaza, ot çakması etim. Chaqib tushsan. Qo'lan chaqmaq qo'ygandikan sen val qilib. Tırnaqlarımdan şunda estirip yürüp kessem, vah. So'nggi kinosiga jinni rolini sen olib kelsa. Hey! Bu qanday gap endi bu tirnoqlarimni o'stirma, chachlarimni kestirmada. Bu uzun chachgan bu Uyg'ur ayollarining zinnat emasmi bu? Bu uzun chechva bir ayolni, bir qizbolni ko'rsak, biz erlar emas, ayollarni unda o'g'ach havasla qarab ketisizlar ku. Bo'pti, mak chechingni kestirem deb tirnoqni o'stirib nima qilsa, uzun tirnoqdan javob sanjib kelsa. Ha? Biz uzun tirnoqni aytgan tamoqni men qanday yeyman, balla qanday yeydi? Yaman, vey. Hey, ben 5 milyon pulu var adam, özüm tamak edip sarang bop kalmagandım he. Ra, sen boysan.